Assalomu alaykum. Sarxat hafta ichida dasturda yana sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimizdan mamnunmiz. Dasturimizning ushbu sonida ham an'anamizga sodiq qolgan holda sermahsul o'tgan hafta ichida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida tashkil etilgan turli tadbirlar sharhini men Erkin Yodgorov hamda Sarxat.uz jamoasi e'tiboringizga havola etamiz. Dasturimizni haftaning eng muhim bo'lgan quyidagi xabarlar bilan boshlaymiz. Hammamizga ma'lumki, bugun hukumatimiz tomonidan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash va ularga yaxshi xizmat sharoitlarini ta'minlash maqsadida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Jizzax viloyatining qo'shni Qozog'iston Respublikasi bilan chegardosh hududida joylashgan Yangidala mahalla fuqarolar yig'inida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari uchun yangi xizmat uylari foydalanishga topshirildi. Eng muhimi, tashkil etilgan harbiy shaharchada harbiy xizmatchilarning turmush o'rtoqlarini bandligini ta'minlash maqsadida kichik tikuv sex ham bunyod etilib, foydalanishga topshirildi. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlararo komissiyasining tasdiqlangan dasturiga muvofiq har ikkala davlatning chegara masalalari bo'yicha mas'ullari tomonidan Jizzax viloyatining qo'shni Tojikiston Respublikasining So'g'd viloyati bilan chegardosh hududlarda chegara belgilarini o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Ahamiyatlisi, bu ishlarga tarixiy voqea sifatida qarash ham mumkin. Sababi ushbu belgilar o'zbek-tojik davlat chegaralarida qo'yilgan ilk chegara belgilari bo'lib, mazkur vazifalar joriy yilning 31-mart kuni Tojikiston Respublikasining Xo'jand shahrida bo'lib o'tgan davlat rahbarlari ishtirokidagi uchrashuvda belgilab berilgan edi. Ma'lumot o'rnida hozirga qadar Jizzax viloyatining Yangobod va Tojikistonning Istarafshon tumanlari uchastkalarida 13 dona asosiy va 30 dona oraliq chegara belgilarini o'rnatish ishlari bajarildi. Mamlakatimizda 1-iyun Xalqaro bolalar himoya qilish kuni keng nishonlanib, yozning ilk kunida ular uchun turli ko'ngilochar tadbirlar tashkil etiladi. Hozirgi lavhamiz ham aynan shu haqda. Poytaxtimizda joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati tasarrufidagi Matonat sog'lomlashtirish sport majmuasida sana munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Unda so'z olgan mas'ullar bolajonlarni qutlash bilan bir qatorda kelajakda yurtga munosib farzand bo'lib yetishishlariga tilakdosh ekanligini bildirishdi. Shundan so'ng tadbirning asosiy qismi bo'lgan sport musobaqalariga start berildi. Unda 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan harbiy xizmatchilar va ishchi xizmatchilarning farzandlari yoshga doir guruhlarga bo'linib stol tennisi, badminton, estafeta, shashka, shaxmat va boshqa bir qator sport turlari bo'yicha bellashishdi. Harbiy xizmatchilarning turmush o'rtoqlari orasida esa eng ibratli ona tanlovi o'tkazilib, unda ularning jismoniy va aqliy salohiyati hamda pazandalik mahorati sinovdan o'tkazildi. Musobaqa so'ngida g'olib deb topilganlar o'rinlarni belgilovchi medallar va qimmatbaho esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi. 1-iyun Xalqaro bolalar kuni bayrami munosabati bilan juda ham chiroyli tadbirlar tashkillashtirib berdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bolalarimiz ham xursand, estafetalarga qatnashdi. Sovg'alar ochilyapti. Juda ham bundan mamnunmiz. Men bugun dadam bilan oyim bilan bayramga keldim. Sport musobaqaga qatnashdik. Men shu vatanda tug'ilganimga xursandman. Tadbirning badiiy qismida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ashula va raqs ansambl xonandalari hamda tomosha bolalar teatr shou dastasining ko'ngilochar dasturlari yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Chegara qo'shinlarida harbiy xizmatchilar ishtirokida tizimli ravishda harbiy musobaqalar va turli sinovlar tashkil etilmoqdaki, buning natijasida harbiy xizmatchilarning jismoniy va intellektual salohiyati yanada oshmoqda. Navbatdagi hamkasbimiz tomonidan tayyorlangan lavha ham aynan shu mavzuda. Mudofaa vazirligiga qarashli Forish xalqaro tog' dala o'quv maydonida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari maxsus bo'linmalarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar o'rtasida yashil beret kiyib yurish huquqini beruvchi 3 bosqichli intensiv sinovlar tashkil etildi. Sinovning birinchi bosqichida yashil beretga nomzod harbiy xizmatchilar o'zlarining nazariy bilimlariga tayangan holda jangovar tayyorgarlik tizimiga kiritilgan otish tayyorgarligi, maxsus taktik tayyorgarlik kabi fanlardan test sinovlarini topshirdi. Biz hozirda otish tayyorgarligi, harbiy topografiya, chegara xizmat taktikasidan, nazariy bilimlaridan test sinovlar topshiryapmiz. O'zimizning ish faoliyatimizda har doim o'zimiz ustimizda shug'ullanib ishlaganimiz tufayli test sinovlari bizga qiyinchilik tug'dirmayapti. Sinovning ikkinchi bosqichi 5 kilometr masofaga kross yugurish bilan boshlanib, ushbu bosqichda nomzodlardan nafaqat chidam,
balki merganlik mahorati ham talab etildi. Unda harbiy xizmatchilar belgilangan vaqt ichida ko'krak qiyofali nishonlarga pistolet, avtomat, pulemyot kabi guruh qurollaridan o't ochishi hakamlar tomonidan baholanib borildi. Bosqich so'ngida nomzodlar arqonlar yordamida ko'p qavatli binodan pastga tushish kompleks mashg'ulotlar jamlanmasini bajarishdi. Sinovning so'nggi bosqichiga yetib kelgan harbiy xizmatchilar 3-bosqichni 15 km masofaga marsh yugurish bilan boshlashdi. Marsh davomida sinov nizomiga muvofiq hakamlar tomonidan ularga jismoniy yuklamalar berib borildi. Nomzodlar marsh yugurish davomida yagona to'siqlar yo'lagida bajariladigan umumiy nazorat mashqlari, majmuaviy maxsus mashqlar to'plami, kimyoviy zararlangan hududdan belgilangan tartibda harakatlanish hamda ruhiy qo'rquv xonasidan o'tish kabi sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng dam olmay 10 daqiqa mobaynida 3 nafar universal jang sporti ustalari bilan olishuvga kirishdi. Sinovning asl mohiyati ham shunda, chunki bu shartda harbiy xizmatchilarning jismoniy salohiyati, jangovar mahorati va matonati sinovdan o'tkaziladi. Shundan so'ng 3 kun davomida qilingan mehnat, bajarilgan amallar sarhisob qilinib, sinov shartlaridan muvaffaqiyatli o'tgan harbiy xizmatchilarga yashil beretlar topshirildi. Albatta, ona vatanimiz sarhadlarini shu kabi jasur va mard o'g'lonlar qo'riqlar ekan, yurtimiz tinch, chegaralarimiz daxlsiz bo'lishi shubhasizdir. Insoniyat tomonidan kashf etilgan ixtirolarning eng ulug'i bu kitob deb bemalol ayta olamiz. Chunki u har bir yuksalish va rivojlanishning asosida turadi. Shu boisdan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida ham kitob mutolaasiga katta e'tibor qaratiladi. Fikrimizning isboti o'laroq Farg'ona viloyati So'x tumanida joylashgan chegara qo'shinlariga qarashli bo'linmalarda farzandimga kitob sovg'a qilaman shiori ostida kitob yarmarkasi o'tkazildi. Ushbu amaliy tadbir harbiy xizmatchilar, ularning turmush o'rtoqlari va farzandlarining kitobga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, shuningdek, shaxsiy kutubxonasini boyitish maqsadida tashkil etildi. Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida joylashgan harbiy qismda ham kitob ma'naviyat kaliti shiori ostida kitob yarmarkasi tashkil etilib, unda faol ishtirok etgan harbiy xizmatchilar o'zlari uchun qiziqarli bo'lgan milliy va jahon adabiyoti namunalarini xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Jadidchilar teatr tomoshalariga ma'naviy ozuqa manbai sifatida alohida urg'u berib, uni jamiyatda sodir bo'ladigan turli voqea hodisalarni o'zida aks ettiruvchi ko'zgu deya e'tirof etgan. Shu boisdan Jizzax viloyati Zomin tumanida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qism harbiy xizmatchilari va ularning oila a'zolari ma'naviy olamini yanada boyitish va dam olish vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida viloyat musiqali drama teatriga tashrif buyurishib, Halima Ahmedova qalamiga mansub Yarimta olma asari asosida rejissyor Baxtiyor To'rayev tomonidan sahnalashtirilgan Ayol nomli spektakl namoyishiga guvoh bo'lishdi. Real voqealarga asoslangan ayollarning jamiyatdagi o'rni yuksak ekani e'tirof etilgan mazkur asar harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolariga manzur bo'ldi. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida harbiy xizmatchilarni jismoniy chiniqtirish, sport bilan muntazam shug'ullanishlarini ta'minlash hamda ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida doimiy ravishda ommaviy sport tadbirlari va musobaqalar tashkil etilib kelinmoqda. Albatta, harbiy sportchilarga qaratilayotgan bunday e'tibor natijasida bir qator yutuqlarga erishib kelinmoqda. Jumladan chegara qo'shinlari harbiy xizmatchisi Zohir Boboqulov sportning qo'l jangi turi bo'yicha aprel oyida Moskva shahrida o'tkazilgan Jahon kubogida munosib ishtirok etdi. U kattalar o'rtasida bronza medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, o'smirlar o'rtasida kumush medal sohibiga aylandi. Shuningdek, Zohir Boboqulov Andijon shahrida o'tkazilgan O'zbekiston kubogi turnirida ham munosib ishtirok etib, oltin medal bilan taqdirlandi. Siz guvohi bo'lgan sportchimizning erishayotgan yutuqlari xususida tayyorlangan xabarimiz dasturimizdan o'rin olgan so'nggisi edi. O'ylaymizki, axborot yetkazish borasida qilayotgan sa'y-harakatlarimizni qo'llab-quvvatlaysiz. Sarhad.uz Telegram kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.